70 ming so'm. Tadbirkor aytib o'tdi, kuniga bundan hozirgi kunda 5 ta, 6 ta tuxum olinmoqda ekan va mavsumda esa bundan-da ko'payadi. Va hisoblang. Bir kunda agar 5 ta olinadigan bo'lsa ushbu tuxumdan har kuni xonadonga yo'q deganda 350 ming, 400 ming ishqibozlikni orqasidan pul kirib keladi. Siz ham xonadoningizda hobbini daromadga aylantirishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni kabi. Va cho'ntagingiz ushbu 7 xazinani birortadan daromadga to'ladi, xonadoningizda to'kinlik bo'ladi va kichkinagina mana shu joyda esa siz yaxshigina daromadga ega bo'lishingiz, o'zingizni brendingizni yaratishingiz mumkin bo'ladi. Yet xazinaning biri deya ta'riflanuvchi parranda, ya'ni tovuq. Aslida bu oddiygina ko'ringan soha ortida mehnat, sabr va qiziqish mujassam. Harakat qilinsa, har qanday ishda baraka va yaxshi natijaga erishish mumkinligini bugungi qahramonimiz misolida yaqqol ko'rish mumkin. O'z xonadonida Brahma tovuqlarni parvarishlab, buni daromad manbaiga aylantira olgan tadbirkor bugun nafaqat mahalliy bozorda, balki xorijda ham o'z mijozlariga ega. Uning aytishicha, bu ish faqat daromad emas, balki insonga sabr, intizom va olg'a intilishni o'rgatadi. Oybek, endi sizni qo'lingizdagi tovuq, Brahma tovuq, o'zi bularni tovuq ham degin kelmaydi-da. Nech pul, meni qo'limdagi nech pul? Opa, bularni ishqibozchilik birinchidan sotmayman, lekin sotsam yaxshi meni hisobimni bersa sotiladi. Endi har kimda har xil savdo bo'ladi. Endi buni bilamanki, siz hozir aytasizda, bu o'sha qanotlari, gullari boshqacha bo'lish kerak deysiz. Sifatga yarasha narxi oshib boradi. Siz o'sha ko'p suhbatlashganda aytgansizda, gullarni ko'ryapsizmi, buni nuqtalarini ko'ryapsizmi deysizda bularni. O'shanisiga qarab, demak, narxi oshib boraveradi. Qancha mana shu tochkaliklari ko'paygan sari kalla, qovoq figuralariga qaraladi opa. Sifatiga qarab narxi oshib boradi. Boshqacha bo'lish kerak, buni ko'ryapsizmi, aziz tomoshabinlar? Bularni o'sha bosh qismiga qarab, bu nuqtalariga qarab, qanotlariga qarab bularning narxi belgilanib boraveradi. Endi bularni qo'yib qo'ysangda juda ham qiynavordik. Va Oybek, bilamizki, hozirgi kunda harakat bo'lsa, natija ham bo'ladi-da. Inson harakat qilsa, oilasiga daromad kirib keladi, farovonligi oshib boradi. Va sizni qiziqishlaringiz, menimcha, o'sha tadbirkorlikni yo'lga qo'yish uchun qadam bo'lgan, to'g'rimi? Endi meni joy, sharoit bo'lgani uchun, birinchi o'rin ishqibozchilik bo'lgani uchun parrandalarni rivojlantirib, joydan unumli foydalanib, bekor o'tirmasdan harakat qildik. Allohga shukr, yaxshi. Bu parranda 7 xazinaning biri. Birinchi nechta o'sha Brahma tovuqlardan boshlagansiz ishni? Birinchi o'rinda olib kelgansiz. Men bir yaqin ukamdan ko'rganman, ko'rib olib, qiziqib 9 dona jo'jasini olganman. Shu 9 dona jo'jasini nech pulga olgansiz uni? Menga podarkaga berilgan. Sovg'aga berilgan. O'zi qimmat narsa bo'lgan ekan. Yaqin qadrdonim bo'lgan. Shu sovg'aning orqasidan qiziqib parranda sohasiga kirib ketib qoldim. Boshlaganingizga necha yil bo'ldi? 8 yil karantindan oldin edi. O'sha 9 tani orqasidan rosa ko'paytirganman. Uni o'zidan o'chirib, jo'jalari bo'lib, shuna bo'lib jo'jalarini sotdim, qarasam menga daromad keltiryapti. Dedimda, yana ham qiziqishim oshdi. Birinchi daromadingiz qancha bo'lgan endi? Eslay olasizmi? Birinchi bitta sotganimda 1.800.000 so'm. Va uni orqasidan menimcha mashina ham oldingiz. Shunaqami? Demakki, o'sha bir emas, 2 ta bo'lib ketdi. Barakali bo'lib. Ko'ryapsizmi? Inson qiziqsagina menimcha natijasi bo'ladi. Faqat bunga dadillik bilan kirishish kerak bo'ladi, to'g'rimi? Va endi hozir siz orqangizdan menimcha ko'pchilik ham buni yo'lga qo'yib olgan. Ha, opa, hozir mana shu O'zbekiston Respublika bo'yicha aynan mana shu Brahma tochkaliklarini savdosi ham yaxshi,
juda ko'p ishqibozlar ko'paydi bu parrandada. Eng ko'p nechta bo'lgan endi bu brama tovuqlar? Masalan, yetishtirganingizda o'zingiz o'sha uyda xonadoningizda bilaman yetishtirasiz. Nechta bo'lgan eng ko'pi? Katta parrandalarim bir 70-80 ta bo'lgan. Jo'jalarim bo'lgan bir 3-400 ta jo'jalar boqqanman. Bahorga chiqqanda sezoni keladi, yurib ketadi. O'zini mavsumi bo'ladi. O'chirib olib ketadi. Demak, hozir sizning mavsumingiz boshlangan. Mavsum boshlangan, lekin tuxumga, jo'jalarga xaridorlar bor. Inkubatorda tuxumni ko'rdingiz. O'sha ikkita inkubatorda tuxum bo'lsa, ikkosiga ham ochib chiqqanki, jo'jaga xaridor bor. Qahramonimiz ba'zida kutilgan darajada foyda bo'lmasligi mumkin, lekin bu qiziqish insonni hech qachon yengilmaslikka o'rgatadi. Eng muhimi to'xtab qolmaslik, doim harakat qilish deydi. Darhaqiqat, har bir ishda muvaffaqiyatga erishish uchun mehr va ixlos zarur. Brama tovuqlari esa o'zining salobati, go'zal ko'rinishi va nozik parvarishi bilan alohida e'tibor talab qiladi. Ushbu tovuqlarni har kim ham tushunavermaydi. Ularning yurishdagi salobat, patlaridagi noyob gullar, hattoki ko'zlaridagi o'ziga xos jilo, bularning barchasi uning qiymatini belgilab beradi, deydi tadbirkor. Hozir boyatdan beri e'tibor beryapman-da bu xo'rozga. Xo'roz-a bu? Xo'roz. Xo'rozga e'tibor beryapman-da. Siz doim siz bilan suhbatlashganimda aytasizda, buni sifatiga Gulzod opa, yurishlariga bir qarang buni deysizda. Demak, sifatli bo'lish uchun nima qilish kerak bularni masalan? Sifatli birinchi o'rin sifatli parrandadan tuxumini olish kerak. Zotga. Keyin buni ochirib jo'jaligidan iloji boricha kasal qilmasdan olib chiqsa, parranda kasal bo'lmasa, yaxshi katta bo'ladi, sog'lom, zo'r. Bular necha kiloni tashkil etadi buni? Ko'ryapmiz, juda ham katta. 5-6 kilo bo'ladi. Endi katta kichik har xil vesda bo'ladi. 5-6 kilo, 3-4 kilo shunaqa. Buni o'zi bir narsada, masalan, ko'plab o'sha parranda yetishtiradiganlar bilan suhbatlashsak, endi bu hobbi sizga. O'sha go'shtini gapirishadi-da. Bular go'shtga yetishtiriladigan ham bo'ladimi o'zi alohida bularni? Masalan, bu bramalar kelib chiqishi o'zi go'shtga bo'lgan. Keyin yillar davomida buni ustida seleksiya qilib ishlanib kelib, bu dekorativniy parranda yo'nalishida. Go'sht sohaga emas, ishqibozchilik, chiroyga, mana xonadonlarga chiroyli qilib boqib qo'yib, havasga boqadigan. Necha yil umr ko'radi bular? Masalan, necha yil boqadi? Men boqqanlarim ichida opa 5 yilliklari ham bo'lgan. O'ldirib qo'ymasa-ki yuraveradi. Ushbu brama tovuqlari bu oddiy parranda emas. Ularni boqish uchun alohida e'tibor, to'g'ri oziqlantirish va muhit kerak. Shuning uchun ham ularga qiziquvchilar soni kun sayin ortib bormoqda. Bu qo'shimcha daromadda bir kunda nechta tuxum bo'ladi? Hozir yashiryapsiz-da. Hozir 70 ming so'm desam. Bir kunda qancha tuxum olasiz? Uni balantini ko'pi 10 ta, 12 tagacha olinadi. Hozirgi paytda o'sha 5 ta, 6 ta, bir kun 10 ta tug'sa, bir kun 5 ta tug'adi. Har xilda. Shunaqa. Parrandalar yosh bo'lgan paytida ko'proq tuxum tug'adi. O'sha yildan yilga ozayib boradi tuxum olishingiz. Yil o'tgan sari. Yoshlik paytida ko'proq tuxum beradi. Hozir bilamiz, inkubatoriyani ham tashkil etgansiz. O'zimizda bor inkubatorlar. Tuxum zakasi bo'ladi. Tuxum zakasi bo'lganda tuxum buyurtmasini yetkazib beramiz. Dastavkalarimiz bor. Jo'ja zakasi qilganlarga endi xudo xolasa jo'ja zakaslarimiz bor. Shularni ochirib beramiz. Ochilib chiqqandan keyin bir hafta 10 kun o'zlari bilan kelishilgan holatda vaksinalarini qilib yetkazib beraman. Bir narsa hozir meni qiziqtiradi-da. Endi tuxum har kuni iste'mol qilamiz-da, lekin tadbirkor o'sha buni mazasini bilgandan so'ng, buni daromadini bilgandan so'ng menimcha bundan iste'mol qilinmasa kerak. Yo'q, buni tuxumidan yemaganman. Endi buni yemasdan inkubatorga solib qo'ysam undan jo'ja chiqadi-da. Shuni bozordagini urug'i yo'q, uni bemalol iste'mol qilaverasiz. Ko'ryapsizmi? Tadbirkor qanaqangi bitta tuxumni puliga 2 kiloga tuxum beradi.
Qiziqish ortidan imkoniyatlar eshigi ochiladi. Bugungi kunda Brahma tovuqlarni parvarishlash bilan shug'ullanuvchilar soni ko'payib, bu sohada tajriba almashish, maslahat so'rash uchun keluvchilar ham tobora ortib bormoqda. Hattoki katta tadbirkorlik qilish istagidagilar ko'payyapti. Hozir tasvirga olish jarayonimizda siz kelib qoldingiz-da. Meni ham qiziqishim bor-da bunga dedingiz, shunaqami endi? Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdim bu bolani biznesini, 7 xazinadan biri ekan. Shunga men ham qiziqib, manzilini so'rab keldim. Aha. Kelsam o'shanda tovuqni tuxumidan bering dedi. Men ham endi qiziqishim bor. Qarang qanaqadir chiroyli manzara. Shunga iltimos qilib keldim, bo'pti beraman dedi. Qarasam, chet ellarga ham tovuq tuxumlarini sotyapti. Shunga hayron bo'ldim. Men shu ishni qila olmaymanmi dedim. Misol o'sha odamlar ham menga o'xshagan insonlar. Harakat qilsa bo'laveradi. Ha, harakat qildim. Xudo xolisa qilaman. Qapaslarimni chiroyli qilib yasadim. Men ham inshaalloh keyingi yilga bizga borasizlar. Ko'ryapsiz. Ishqibozlikning ortidan qanaqa bo'ladi? Xudo xolisa. O'zi siz ham boshqa kasb egasi bo'lsangiz kerak. Ha, boshqa biznes qilaman, lekin maza qilasizda, qarang qanaqadir manzarada, chiroyli. Shu qo'shimcha daromad ham bo'ladi bu, to'g'rimi? Insonga foyda qiladi bu, cho'ntagiga daromad bo'ladi. Shu maqsadda keldim. Siz ham mana shu biznesni yo'lga Xudo qo'ymoqchisiz. xolisa, bu endi katta bir zavod, fabrika qilmoqchiman, xudo xolisa. Katta bir zo'r ob'yomda O'zbekistondan tuxumlarni eksport qilamiz. Qahramonimizning maqsadlari esa ulkan. Kelgusida faoliyatini yanada kengaytirib, Brahma tovuqlarini eksport qilish hajmini oshirish, yangi ish o'rinlari yaratishni reja qilgan. Bu yigit juda ham izlanuvchan, qiziquvchan, bekor turishni xohlamaydigan insonlardan biri. Bu bolamiz mana endi parrandadan harakat qilib, juda ham chiroyli ko'rsa havas qiladigan, bularni endi Rossiyalarga eksport qildi, Turkiyalarga eksport qildi. Yana hozir ko'paytiryapti. Bu parrandalarni o'zi bir 5-6 tadan boshlagan. O'zini bir nimasi bilan, qiziqishi bilan hozirga kelib mana ko'payib ketdi. Endi mana shuni orqasidan bu yigitni o'zi pul izlab keladi. Daromad keladi. Shuna qilib ko'paytirsa ham bo'lar ekan mana. Bu xonadonimizni ko'rsangiz, oilasi ham, o'zlari ham namunali xonadonlardan biri. Albatta, boshqalar ham qilsa juda yaxshi bo'ladi. Tavsiya beramiz. Men bir narsa o'ylantiradi. Men necha yildan beri siz bilan o'sha 2-3 marotaba suhbatlashgan bo'lsam, siz bilan nega buni kengaytirishni maqsad qilmaysiz? Tadbirkorlar uchun davlat rahbari tomonidan umuman Andijon viloyatida masalan yerlar beriladi. Tadbirkorlikni yo'lga qo'yib olish mumkin. Nimaga harakat qilmaysiz? Kengroq joyda, kattaroq joyda bir korxona tashkil etishni. O'z shunaqa niyatlar bor. Bor. Katta qilish, uning uchun sharoitlar qilib joy bo'lishi kerak. Hozir endi meni o'zimga yarasha, joyimga yarasha baqib turibman. Niyatim bor. Niyat bor. Inshaalloh katta joylarda yetishtirib ko'p odamlarga parrandalarni yetkazib berish niyatlarim bor. Mehnat va qiziqish uyg'unlashgan joyda esa albatta baraka bo'ladi. Bugungi qahramonimiz misolida esa oddiy hobbi qanday qilib katta tadbirkorlikka aylanish mumkinligini ko'rish qiyin emas.